Bu rejam o'xshamaydiganga o'xshaydi. Xo'p, mayli. Ana endi sekingina ishni ham boshlaymiz, chunki tong otib qoldi. Xo'p, nima desam bo'ladi? Men ustaxonamni yopmoqchiman, chunki qandaydir g'alati nima. Ey, menga qara. Tushunmadim. Yo'qqa. Nima? Kim bo'ldi bu? Endi. Xo'p, mayli. Politsiya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, sizchi? Xullas, mana bu odam sizga shikoyat qilyapti. Qanaqangi yana? Xullas, siz bunga mashinasini bermaganmisiz? Axir bu pulini bermasdan mashinasini olib ketmoqchi. Men uni qancha vaqtimni ketkazib tuzatdim. Aniqmi? Ha, ishonmasangiz isbotlab ham beraman. Mayli, unday bo'lsa menga qarang. Hoy, menga qara sen. Ayb senda ekan-ku. Yo'q, menda emas. Qoch. Bu yoqqa kelavermas. Juda ham g'alati. Ha, mayli. Menimcha politsiyachi meni yaxshigina tushundi deb o'ylayman. Ular qaytib kelyapti. Oy, meni kechir, afsusdaman, pulni beraman. Endi kech. Xo'p, mayli. Politsiyachi qaytib kelyapti. O'zim tutdim, bo'ldi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan xullas mayli. Xullas, sizni ustaxonangizni tekshirishim kerak. Nima uchun? Shunchaki yangi ochilgani uchun. Tushunarli. Noqonuniy narsalar yo'qmi ish qilib? Yo'q, men unday narsalar bilan shug'ullanmayman. Buni ochib nimaga yopdingiz, hayronman hammalar. Voy, qayerdasiz? Mana bu yerdaman. Xullas, hamma yer yaxshi. Faqat noqonuniy ishlar qilmang, xo'pmi? Xo'p, tushunarli, rahmat, sizni tushundim. Yaxshi. Soliq to'laganmisiz? To'laganman. Unday bo'lsa, sog' bo'ling, men ketdim. Xo'p, mayli. Yaxshi. Endi esa bir joyga borib kelishim kerak, ya'niki nima desam bo'ladi? Do'stimning uyiga, do'stimni aytib kelishim kerak albatta, mashinam bilan boraman bu yerga. Xo'p, mayli, mashinam bilan do'stimni aytib kelishga boraman. Tushunmadim. Mana bu o'to'g'rilar xalaqit bilan olib tashlaymiz. Albatta bu nima uchun yurmadi, hayronman. Menimcha bu endi yurmasa ham kerak, tinchgina piyoda ketaveraman. Xullas do'stlar, sizlarga aytadigan bo'lsam, mana bu mashina ishlamay qoldi. Ko'rdim, bu yerni ishlamadi baribir ham, endi piyoda ketishga majburman. Bugunchalik do'stimning uyida tunab qolmoqchiman. Shu uchun mayli, sekingina hamma yerni yopamiz va bu yerdan suramiz. Xo'p, bu mashina meniki emas, albatta o'sha odam olib ketmadi, hali ham nimagadir bilmadim, nimaga olib ketmadi. Sekingina ketamiz. Agar aytgancha sizlarga bitta narsa aytmoqchi edim. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysanglar, tez orada yangi. To'xtang, iltimos. Siz kimsiz? Hech kim, shunchaki siz yangi ustamsiz. Ha, yangi ustaman. Ustaxonangizni ko'rsata olasizmi? Yuring bu yoqqa. Tushunmadim, mayli, bemalol. Mana bu sizniki? Ha, shu meniki. Yaxshi. Eshik ochiq turadimi? Yo'q, albatta qulflanib turadi. Nimaga so'rayapsiz? Yo'q, o'zi ham shunchaki, mayli, sog' bo'ling, ketavering. Juda ham g'alati. Nimaga bunday qilyapti, bilmadim. Tushunmadim, poylab turibdimi? Oy, bu yoqqa chiqing, nima qilyapsiz? Yo'q, o'zi ham shunchaki berkinmachoq o'ynamoqchi edim. Qanaqangi berkinmachoq o'yna? Yo'q, hech nima, mayli, bo'ling, ketdim. Juda ham g'alati. Kim bo'ldi bu? Nimaga bunaqa ish qilyapti, bilmadim. Mayli. Oddiy holat, menimcha bir qandaydir jinroq yoki psixroq odam bo'lsa kerak. Men esa yo'limni davom etaveraman. Xo'p, mayli. Ketdi shekilli, xullas, men o'g'irlikka tushmoqchiman. Payqamadi ham, ahmoq. Mayli, o'zing ham psix, yana qanaqangi psix. Menimcha ketdi, sekingina chiqamiz. Menimcha mana bu oynasini buzib kirsam kerak. Buz olamanmi? Yo'q, menimcha bu ochilmayapti. Mana bu pichoq bilan o'rtasiga tiqib ko'ramiz. Yo'q, bo'lmayapti. Nima qilamiz? Qanday qilib tushirsam bo'ladi? Albatta bilamanki, ichkarida pullar bor va kerakli qimmatbaho narsalar ham. Hop, mayli. Sekin, uni ochilmayapti nimagadir. Umuman ochib bo'lmayapti, nima qilaman? Menimcha boshqa kirish yo'lini topganim yaxshiroq. Bu yerni ochib bo'lmaydi. Xo'p, mayli.
ochib bo'lmadi. Endi nima qilamiz? Albatta mana bu orqa eshigidan kirib ko'ramiz. Aha. Orqa eshigidan kirganim yaxshi, bu yer ham ochilmayapti. Orqa eshik har doimgidek eski eshiklardan ekan. Ochilishi oson menimcha. Aha. Va 1 2 nimaga? Ochildi. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, va nihoyat ochib bo'ldim. Ana endi sekin yana bu yoqni o'maraman. Yaxshi. Mana bu yerni ham yopib qo'ymabdi to'nka. Xo'p, buni olaman koshelokda, albatta pullar bor ekan. Yaxshi, atiga $55 qo'rimsoq. Ko'proq bo'lsa qo'ysang bo'lmaydimi? Mayli. Bu yerdan telefoni bor ekan, telefonni ham olib qo'yamiz. Mana bu do'kon hujjati mayli bunchalik qattiq narsa qilmaymiz. Ammo mashinasini kalitini olamiz, chunki mashinasini yenib ketamiz. Ahmoq. Mayli, sekingina bu yerda bu tomonga ham kirib ko'rishim kerak aytgancha. Bu yerda qimmatbaho hech narsa yo'q. Bo'lsa ham olib ketmayman, menga shuni o'zi yetarli. Xo'p, bu yerni ochib qo'yamiz, chunki mendan boshqa o'g'rilar ham kirib narsalarni o'marib ketishi uchun. Qanday yomon o'g'riman, mayli. Hech nima qilmaydi. Lekin men tinchgina keta olmayman. Mana bu mashina bo'lsa kerak, lekin men tinchgina keta olmayman. Mana bu mashinani ham dabdalasini chiqarib ketishim kerak. Opa. Bo'ladi menimcha. Oynasini sindirdim. Bir ikkita ballonlarni ham oldim, bo'ladi. Xo'p, ana endi kalitni olamiz. Sekingina bu mashinaga o'tirib, bu yerdan ketamiz. Xo'p, mayli. Mana kaliti mashinaniki bo'lsa kerak, mashinaniki ekan. Xo'p, o'tiramiz va bunga ana endi sekin ketamiz. Menimcha kech qolib ketdim-ku, chunki mashinam yo'q. Mashinam, haqiqatan mashinam qani? Bu yerda nima ahvol bo'lyapti? Mana bu yo'q. Mana bu mashinani bo'shatib ketishibdi-ku. Yo'q, endi egasiga nima deb javob beraman? Tushunmadim, hamma yo'q dabdala. Sidinyalarni ham olib ketibdi kim bo'lsa ham. Bu yer ochiq eshik. Tushunmadim. Mana bu yer ham ochiq ish qilib, bu yerdan hech nima olmagan bo'lsin. Yo'q, mashinamning kaliti, telefon va pullarim yo'q. Yo'q. Hali ham ikkinchi telefonim bor. Tezda telefon olishim kerak. Allo, meni eshityapsizmi? Allo, eshityapman. Aloqadaman. Kim bu? Xullas, meni do'konimni, qanaqangi do'kon, ustaxonamni o'marishibdi. Ustaxonamda pullar bor edi va mashinamni o'g'irlashibdi va stankada turgan mashinani ham rasvosini chiqarib ketishgan. Iltimos chora ko'ringizlar, tezda manzilni tashlayman, keling. Xo'p, hozir yetib boramiz. Bo'ldi, ko'rib turganinglardek, meni do'konimni hamma yog'ini rasvosini chiqardi. Va keyingi qismda men bankrot bo'lamanmi yoki yaxshi yo'lga qaytib ketamanmi? Albatta buni bilish uchun like bosing, kanalimga obuna bo'ling, kommentlarda izoh qoldiring.